Uy sharoitida farzandlarimizning immunitetini mustahkamlaymiz. Eng asosiysi bu tabiiy, ilmiy asoslangan va foydali. Birinchisi, uyqu soati. Bolalar albatta 9:00 da uxlashlari kerak. Katta yoshdagi bolalar 7-8 soat, kichik yoshdagi bolalar 9-12 soat uxlashlari zarur. Bu paytda organizmda yangi hujayralarning ko'payishi, o'sish gormonining rivojlanishi va albatta immun tizimining rivojlanishi kuzatiladi. Ikkinchisi, ovqat ratsioniga e'tibor qaratish. Ovqatlarda albatta meva, sabzavot va ko'katlar bo'lishi kerak. Ratsionda albatta har kuni vitamin C ga boy bo'lgan mahsulotlar, bulg'or qalampirlar, sitrus mevalar va qora smorodina. Vitamin D ga boy mahsulotlar, tuxum, baliq, rug'ga boy mahsulotlar, yong'oq va go'sht mahsulotlari iste'mol qilishlari shart. Uchinchi qoida, yetarlicha suyuqlik iste'mol qilish. Yetarlicha suyuqlik iste'mol qilish organizmni toksinlardan yuvishga sababchi bo'ladi. Oddiygina suv juda ham foydali hisoblanadi. Bundan tashqari kompot, choy va bulyonlar ham qabul qilishingiz mumkin. Beshinchi qoida, toza havo va quyosh nuri. Xonani imkon qadar tez-tez shamollating va влажный уборка qilishni unutmang. Iloji bo'lsa, toza havoda sayr qiling. Ertalabki quyosh nuri vitamin D ni ko'payishiga va immun tizimini ko'tarilishiga sababchi bo'ladi. Oltinchi qoida, stresslardan qochamiz, chunki stress gormonlari organizmda immun tizimini pasayishiga sababchi bo'ladi. Bunda siz sevimli mashg'ulotlaringiz yoki raqsdan foydalanishingiz mumkin. Maslahatlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, saqlab qo'ying va bizga obuna bo'ling. Yanada foydaliroq maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Zero orzularni sog'lom bolalar quradi. Biz bilan farzandlaringizni sog'lomlashtiring.